yanada obod va yanada ko'rkam ta'lim maskanlari. Qo'qon shahrida yangi o'quv yiliga puxta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Qo'qon shahar hokimi ikkinchi ixtisoslashtirilgan maktabda olib borilayotgan mukammal ta'mirlash ishlari bilan tanishib, mutasaddilarga tegishli vazifalarni belgilab berdi. Xususan mahalliy byudjet hisobidan olib borilayotgan ishlar uchun qariyb 10 milliard so'm mablag' ajratilgan. Shu kunga qadar maktabdagi ichki devor bo'linmalari ta'lim sohasiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar asosida buzilib, qaytadan barpo etildi. Tom qismi to'liq ta'mirlanib, tashqi fasad devorlari bazalt qoplamasi bilan qoplandi. Shuningdek, elektr ta'minoti, ichimlik suvi va oqova tarmoqlari yangilandi. Qo'qon shahar hokimi olib borilayotgan ishlarni belgilangan muddatlarda sifatli yakunlash, maktab hududini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bo'yicha ham tegishli ko'rsatmalar berdi. Ulug'bek Norboyev, Dilnazaxon Abdullayeva, Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun.